bizning dаңlıq bir mahsulotimiz bor. U Şerin Tem mahsulotlari. Mana bu Şerin Tem qiz zavodining kala fermasi. Şerin Tem qizlarining go'shi uchundir. Şerin Tem'le emas, sübət, işenç, inovat bor. Mana shundaq samovar qiyizlaridan hargizmi shubhilanmaysiz. Agar siz Şerin Tem mahsulotlarimizdan shubhi topa olsangiz, yuqori so'mliq to'lam beramiz. Şerin Tem'ga ishinib hargizmi xato qilmadik. Şirin Tem'da a'lo sifat va poklik mujassam. Şerin Tem mahsulotlari zamonaviy zavodda ilg'or texnika bilan ishlab chiqariladi. Şerin Tem'dagi sifat va ta'm faqat birla. Angladik, ko'rdik, suyundik. Şerin Tem'da Şerin Tem emas, aqida, ishonch bor. Şerin Tem mahsulotlari. Qizim, texi yuyib bulamidingizmi? Sizchi qo'lingizni yuving degandingiz, chiqara olmayapsam. Chiqara olmadim. Sal to'xtang, ha? Buni ishlatib beqing, qizim. Farabi, hammasi o'xshash parashutku shu. O'xshamaydi. Ishlatib baqsangiz bilasiz. Suyuqliqmi bor texi. Davlat tekshirish o'lchimida o'tgan Xinjiang Farabi biopentexnik cheklik shirkati ishlab chiqargan yurishlik yuyish mahsulotlari. Farabi supun qarishki, zada o'xshamaydi. Dada, apa, polodan asla. Rahmat qizim. Mayliq tamoq yesam, shu zamatli beshim og'riydi. Menda qon qo'yoq, lekin o'zimningga shunchalik yegim bor. Gül Jamila qo'yiqlantirilgan sap jig'an sharbati qon tomir axlatlarini tozalaydi. Qon tomirini ravonlashtiradi. Aslida jig'on sharbitimi bor ekanda? Qon qo'yoq, qonda may tarkibi yuqori bo'lsa, Mayliq tamoqning ziyon qilishidan qo'rqsangiz, Gül Jamila jig'on sharbati ichib ko'ring. Kucha Alqut savdo cheklik shirkati. Assalomu alaykum kanaldagi umaq kichik do'stlar. Assalomu alaykum qadrdon ota-onalar. Hozirlar bo'lib atqani Xinjiang televiziya stansiyasi va Xinjiang Xuyi madaniyat taraqqiy cheklik shirkati bilan Xinjiang izgilik kino televiziya e'lon cheklik shirkati birlikda ishlagan. Xinjiang aziz xalqaro savdo cheklik shirkati xos qo'llagan aziz bovoq aql bag'isi programmasi. Men Ablajon Aud Ayub. Men Sumrat Abduqodir. Bu yoq bo'lsa aql bag'isi programmamizning qutqunchisi Toshqanchaq. Qarshilimiz Toshqanchaq. Qadrli ko'rman do'stlar, aziz buaq aql baxsi programmasi jamiyatimizdagi 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan barliq kichik do'stlar ota-onalar bilan birlikda qatnashadigan program bo'lib, biz bolalarning sog'lom o'sib ketishini asos qilgan. Programmamizda zehn sinash, musobaqa, oila hamkorligi va shunaqa ko'ngil ichish turlari bo'yicha har xil faoliyatlar o'rlashtirildi. Biz bu sahnimizda bolalar uchun xizmat bo'limiz, bolalar uchun cho'ng so'rin hozirlab beramiz. To'g'ri, agar siz xohlasangiz programmamiz har vaqt sizni umaq farzandlaringizni va ota-onalarni qizg'in qarshi oldi. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, Ablajon, undaqda biz tunji sahifamizni boshlab o'tamdik. Bo'ldi. Old bilan boshlamoqchi bo'lgan sahifamiz bizning birinchi sahifamiz. Biz keldik. Undaqda oldi bilan sahnimizga chiqadigan oila bo'lsa, Seriqrang oilasi. Qani, sahnimizga marhamat. Marhamat. Qarshilimiz. Xush keldinglar. Bexatarliklarga diqqat qilinglar. Qarshilimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum chiroyli yigit, qarshilimiz. Programmamizga xush kelibsiz. Oldi bilan ko'pchilikka bir salomingizni yo'llayib o'tamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Undaqda o'zingizni bir tunishtirib qo'ying. Amir Abdushkur. Amir Abdushkur qarshilimiz. Undaqda oila a'zolaringiz-chi? Oila a'zolaringizni bizga tunishtirib qo'ying. Opamniki. Qo'limizni chiqaritib, yaqilmiz, a? Qo'limizni yanch qo'limizga samaymiz, a? Oila a'zolaringizni bizga tunishtirib qo'ying, a? Gulmira Tursun opam. Opangiz Gulmira Tursun. Bu yoq bo'lsa? Abdushkur Dolqon. Dadingiz Abdushkur Dolqon shundaqmi? O'zingiz qancha yoshga kirdingiz? Qancha yoshga kirdingiz? 6 yosh. 6 yoshga kirdingiz. Amir, bugun programmamizga qatnashib xush bo'ldingizmi? Xush bo'ldim. Bugun programmamizga qatnashib qanday orzuyingiz bor bugun programmamizda? Jiq so'g'at ilish orzuyingiz bormi, yo'qmi? Bor. Ha, undaqda oldi bilan bizga qanday san'at umri o'rlab bersiz? Naqsh etish. Bo'ldi, undaqda naqshingizni hammaylar birlikda anglaylik, a? Naqshni siz yaxshi aytamsiz, ablajoningiz yaxshi aytamdi, birlikda anglab baqamdik. Dadam opam men bilan etish birdu. Ma'qul, birlikda anglaylik, yaxshi. Qani, marhamat. Sahnamiz sizga qoldirdik. Marhamat. Kipina, kelgin can do'stum. Bu güzel bahçamda parvoz qilg'ashar.
Su koyup güllerini aynı taydayın. Sen konğun güllerge bulsun bağavat. Kipine kipine kelgin can dostum. Bu güzel bahçemde parız kol haşar. Su koyup güllerini aynı taydayın. Sen konğun güllerge bulsun bağavat. Kipine kipine kelgin can dostum. Bu güzel bahçemde paraz kul kaşar. Su koyup güllerini aynı taydayı. Sen konğun güllerge bulsun bağavat. Wow, yaraydı. Rahmet. Nayet yaxşı. Nayet yaxşı Amir. Aşı siz naqş etib, apağız sizin udarınızı kiremey, siz apağızın udarını kiremey, şunda qiylandınlar. Aşta buldu mu, bulmadı mı? Buldu. Etqansırınız ayacalanıp kettiniz. Etqansırınız özünüz tutanmay tıkımız düşkün edip. Apaşlar sizin udarı... En akıda apaşlar sizin udarınızı pakatlı kiremey vaz geçti. Özünüz yalnız etip kettiniz, ha? Lekin nayet yaxshi bo'ldi ama programımız başlanıp mana sahneye çıkış bilen boş bir aile kişileri birlikte nakşı uğurlap mana bir xil intayin qizg'in inoq bir xil muhabbatga to'lgan ailening tuyg'usi berdi. Ailelar ko'zdaymisin? Ko'zdaymisin. Bundan keyingi sahifalarımızda mana shundoq o'zinglarni texmo yaxshi joriy qildirishinglarni umid qilamiz. Rahmat, unaqa rahmat turinglar. Marhamat. Marhamat. Undaqda sahnimizga taklif qilmoqchi bo'lganimiz Ko'k rang ailesi. Marhamat. Marhamat. Chiroyli bir qiz apostasi bilan chiqdik. Qarshi olamiz, xush keldinglar. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarshi olamiz, chiroyli qiz. Undaqda oldi bilan bir salomingizni yo'llayib o'tamsiz. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush keldingiz. İsmingiz nima? Safiya. Necha yoshga kirdingiz, Safiya? 5 5,5 yoshga kirdingiz. Undaqda oila a'zolaringizni bizga tanishtirib qo'ying. Bu yoq bo'lsa mening dadam. Bu yoq bo'lsa-chi? Opam. Ha, undaqda opangizning ismi nima? Rizongul. Dadangizning-chi? Ahmadjon. Ha, qarshi olamiz sizlarni. Undaqda Safiya, bugun aql boqsa programmamizga qatnashib, qanday san'at umrida birini o'rlab bermoqchi? Naqsh etib beraman. Naqsh etib bersiz, o'zingiz yolg'iz aytib beramsiz? Ha. Bo'ldi, undaqda naqshingizni birlikda o'zirmaylar. Appak toshqanchoq, sen boshqa o'qinchoq, o'rganmayman seningdan. Yo'q. Meni do'rabaq. Tegdimi? Rahmat, Safiya rahmat. Shunda umoq naqshin birini aytib berdingiz, Safiya. Undaqda keng saytlarimizga endi davomli xayrat qiling bo'lamdi? Qani, marhamat. Marhamat. Qadrli ko'rma do'stlar, endi sahnamizga taklif qilgan oila bo'lsa, Qizil rang oilasi. Qani, marhamat. Marhamat, qarshi olamiz. Qizil rang oilasi, qarshi olamiz. Xush keldinglar. Marhaba. Qarshi olamiz, chiroyliq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Zulaya. Zulaya, chiroyli qiz. Necha yoshga kirdingiz? 6 6,5 yoshga kirdingiz. Undaqda oila a'zolaringizni bizga tanishtirib qo'ying. Bu yoq mening opam Zulfiya. Bu yoq mening kichik opam Smiranagul. Ha, opangiz va kichik yaxshi. opangiz qatnashibsizda, qarshi olamiz. Undaqda Zulaya bizga qanday san'at umri o'rlab bersiz? Naqsha. Naqsha o'zingiz yolg'iz aytamsiz? Ha. Bo'ldi, qani undaqda. Marhamat. Çimenlaydı yıldızlar, göz kesişip özüce. Mağdurunu zinneti, balilarını sözüce. Çimenlaydı yıldızlar, göz kesişip özüce. Mağdurunu zinneti, balilarını sözüce. Gap qilsang-chu yulduzlar, men do'stlikqa yarandim. Hammanglarning qishiga mehmon bo'lib barandim. Sanab baxsam ularning sirlarini chekki yo'q. Adash bo'lay desam men ko'z qisiri gibi yo'q.
yok. Adaş bulay desem ben göz kesidu gibi yok. Yaxshi, sizlar bek chiroyli aytmadingizmi? Naqshni bu naqshni kim yutib qo'ydi sizga? Ben uyda valıyım battı yaşta öğrendim. Ha, uyda bolingizni shirin o'rgandingiz. Yaxshi, yaraydi, chiroyli qiz. Undaqda keyingi sayflarni texim g'ayrat qiling. Yaxshi natijalar tilaymiz qilamdi. Qani, marhamat. Marhamat turinglar, marhamat. Mana intayin qizg'in kayfiyatda biz keldik, sayfimizni tugatib oldik. Ishmoyirimizni qarshima ilib oldik. Endi tuanda mush ishmoyirimizning ish faoliyatiga asosan kichikgina bir xulosa chiqarib boqaylik. Biz keldik sayfimizda Seriq rang ailesi 5 yıldızga erişti. Qizil rang ailesi 3 yıldızga erişti. Ko'k rang ailesi 2 yıldızga erişti. Shundaq, biz keldik sayfimizda har bir guruhdagi maylarning ishbasi bir-birisidan sarxil bo'ldi. Biz albatta ishbasi eng yaxshi bo'lgan do'stimizni mukofotlaymiz. Biz keldik sayfimizda ishbasi eng yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, Seriq rang ailesidan Amir Adushkur, qani marhamat. Nim bo'g'ini bilmay qoldi Amir. Men nima ish chaqiradigan deb o'ylab qoldi. Sizni mukofotlaymiz Amir. Bu yerdan oposhilish bilan birlikda shunday chiroyli naqshdan birini aytib berdingiz. Hammalar intan huzurlandik. Unda sizga bizniki So'g'at rayonimizdan So'g'at elish fursati beramiz. 10 sekund vaqtingiz bor. Boshlandi. Marhamat. 9 8 7 Baş. Yaxshi yaraydi. Amir yigitning tanlagan so'g'it bo'lsa, Shinjang Vallay xalqarалық so'g'it shirkati ta'minlagan Vallay injener qo'l generatorlik tok tizimlari muborak bo'lsin. Qani, marhamat. Keyingi sayfalarimizda tixmo g'ayrat qiling. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi sayfimiz bo'lsa, Chevarqul sayfisi. Biz bu sayfimizga Urumchi Saba Yultuzi balla baxsida o'qituvchisi Mehribon muallimni taklif qildik. Qarshi olamiz muallim. Xush keldingiz. Rahmat. Undaqda muallim bugun bizga qanday narsa yasashni yutib qo'ysiz? Bugun dosa balla bilan birga ustal chirqi yasashni o'rganaylik. Ustal chirqi. Ajab yaxshi. Bak yaxshi bo'ldi. Dosa bunun ketigan materiallar biz odat ishlatadigan qog'oz, stakan, Bir qitimli qog'oz stakan. undan keyin qaychaq, qo'sh taraflik chaplag'och hamda bo'yoq, undan keyin yana qog'oz stakanning ost tarafi. Mening yo'q-ku. Dosa balla qaytishlarga vaqt olay diqqat qilinglar, jumu qo'linglar kesatmisin. To'g'ri. Dosa boshlasak, oldi bilan qog'oz stakanning tutash qayerda bir sizoq va ko'dinglarga mana qo'lingiz ilingan mana. Ashinandan bo'ylab turib, Mana kesimiz, biroq uchiga biroq kesatmaysizlar. Mana o'xshash 20 gacha kesimiz, ha? Qarang. Mishiyadi. Masliqdan, miyadi. 20 gacha kesilganmiz. 20 gacha kesimiz. Qo'lingizga bayqang. Bo'ldi. Mayaqdan ustidan. Ma'lumot deganini yaxshi anglanglar balla. Bo'ldi. Andan keyin ashning yan tarafidan mau qalamning tomliqida qilib, yana azroq kesimiz. Qalamni to'g'riqida qilib, yana azroq kesimiz, yana qarang ha. Ishki qo'lingiz qaychini. Mana qarang. Qalamni ishlatmaymiz, qalamning tomliqida qilib. Andan keyin yaqin kes. Qarang Safiya. Qalamning to'g'riqida qilib. Undan so'ng biz buni kesgan vaqtimizda hozir mundaq bir shakl chiqdi ko'dinglarga minchilik yerini kesib oldik. Bizlar hozir ishlatadiganimiz faqat mishela. Andan keyin matrapdagi ortiq yerini biz dugultib, kesib chiqarib yetamiz, ha? Mana kesib chiqarib Qarang, yetganmiz. mana shu ortiq Miyaqni. Ona emas. Matrapini kesib, miyaqni chiqarib. Bunda kesib. Miyadan kirgizib turib. Tak. Qarang, mana kesib ekansiz, ko'rdingizmi? Miya kirgizgan qachini. Qasiq kesib. Dugultib kesib chiqarib, ha?
kesip buldunlarmı? Ndasa kesip bolgan bolsa hazır mında şekil keldi şundaqku. Kelgen bolsa endi bunun bir yerde igilip qalgan bir yeri var ekan, şu yerni chiqirib tuzlik deyli ya. Qo'limiz chiqir ekanmiz, to'xtan kesatdan. Qo'limiz chiqir ekanmiz. Men tuzlab buldunlarmı? Ha, yaxshi. Yeni kesmeyi to'xta. Endi qo'linglardagi mau chiqqan shaklni azroqgina ichiga qayirib qatlanglar. Mana. Ichiga qayirib qatlanglar. Andan keyin qo'linglarga qo'sh taraflik chaplag'uchdan azroq ilib, aboy biz ichiga qatlab etgan yerga chaplaymiz. Ha, azroq qilasingiz bo'ldi. Endi buni so'yib etib, Endi bir chaplayib deb, qarandishdagi qog'ozni so'yib etamiz. aboy qo'linglardagi kichik qog'oz stakanning osti tarafi bor-ku, ashuni dim qilib qo'yib turib, andan keyin buni qirg'a akilib turib chaplaymiz. Qarang, men chaplaysiz. Endi keyin mani so'ying. Amtadama qog'oz so'ydim. Ha, endi molimnikidek akilib buni. Yaxshi. Endi buni men qirg'a chaplayman. Ha, bo'ldi. To'g'ri. Ndasa, qani, men tatirib, men chaplayman. Ndasiga qarang. Ustal chirqi degan usti ko'tarilib turdi emasmi? Ha. Bo'ldimi? Tuting. Unda bo'lsa hozir qo'limiz qalamni ilib, ustal chirqining o'chirdigan yeri bor-ku. Ashani sizayli ya. Unda bo'lsa keyingi chaplang. Biz keyingi chaplab boqaylik. Qani, Mayoq chaplaylik. Mana. Ha, bo'ldi. To'xtamas chaplab buraya. Tatib qopdi, keyin yuzga chaplab qo'yibsiz. Bishi ig'ir bu qapti. Sal ig'ir kesib qo'yibsiz. Bishini cho'qim kichikroq kesmasak turmaydi işte. To'xtab turing, ha? Kelaman chaplab beray. Şu mana yerini kesib qaldınız. Bir asli maniki ma ost tarafı Qarang, bo'ladi. mayoq emas, mayoq chaplaydi ekanmiz juma. Mayoqqa, ana chaplab bo'lgandan keyin buni yaxshi chaplab kelib, mana yetimiz. Unda bolalar o'zinglarchu, uyinglar bag'oqtida ustal chirqining ustiga har xil yaxshi ko'rgan hayvonlarni, har xil shakllarni silsanglar, bu ustal chirqi texim chiroyli payzi ko'rindi, ha? Shunda haqiqatan chiroyli bo'lgan bir ustal chirg'i tutib chiqdi. Bu sayfimizda naql. Ha. Bu sayfimizda Amirning shifasi ko'rinarli darajada yaxshi bo'ldi. Bizning umoqqa Safiya bo'lsa, ustal chirg'ining mana bu to'kpa yerini kesib qilib, ustal chirg'ini davomli yasaymay qoldi. Kelar-ketim diqqat qiling Safiya. Zulhayat buni aytirish yaxshi yaxshi ya. Zulayanning shifasina yaxshi bo'ldi ya. Ishimizga ekran ortiga ko'rman do'stlarimizmi, kichik do'stlarimizmi mana bu xil ustal chirg'i yasashni o'rganib oldi. Bizga mana shunday chiroyli ustal chirg'i yasashni o'rgatib qo'ygan mehribon muallimga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat muallim, japa chekdingiz. Rahmat sizlarga. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi va Şinjan Xuyi madaniyat tarqitish shakli shirkati bilan Şinjan izgili kino televiziya e'lon chekli shirkati birlikda ishlagan Şinjan Aziz xalqaro savdo chekli shirkati xos qo'llagan Aziz Bovoq aql bag'isi programmasi. Qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi saytimiz bo'lsa, Baslishayli saytisi. Bu saytimizda mana bu xil yangi bir xil o'yinchiq bor. Bu o'yinchiqniki bu tarafidan tulisa, bu top ustiga ko'tarildi. Qaysi guruhdagi kichik do'stimiz eng uzoq ustida turg'iza olsa, shu do'stimiz yenggan bo'ldi. Albatta buningga Ablajon vaqt hisoblaydi, shunaqa. Undaqda oldi bilan saytimizga chiqadigan bo'lsa, Ko'kran oilasidan Safiya, marhamat. Marhamat. Safiya bunga diqqat qiling, ha. Agarda bu top yerga tushib ketsa, inovatsiz juma uni turayotgan bo'lsa, faqat birlik etimliq fursatimiz bor juma. Undaqda yaxshi tayyorlik qilgandan keyin to'xtang. Ablajon akangiz vaqt hisoblab berdi. Ha. Buni vaqt hisoblab sal tasgan. Shuning uchun kichik do'stlar. Ha. Siz vaqt qarang, men nima qaysiga qaray, ha? Diqqat.
Nefesini cık ölüp andikin başlangıcı var mı sen? Safiye tayarlı kılın. Taya bulan. Toxtang ha. Yaxşı. 3, 2, 1, başlandı. Fikrik. Afsus. Sekund. 7 sekund. 7 sekund turg'iz oldingiz. Bo'ldi Safiya. 7 sekund turg'iz oldingiz. Endi keyingi do'stimizniki Martini ko'rib baqaylar. Marhamat. Endi keyingi do'stimizdan Qizil rang oilasidan Zulhaya marhamat. Merhamet. Sulayaning seriq rangi deyman. Sulayaning seriq rang. Mana ilagan Sulaya. Karan mayakka. Maqsa. Zulhaya tayar buldunuz Taya mu? bulan ha. 3, 2, 1, başlandı. Ketirang. Yaxshi. Net sekund. 5 sekund. 5 sekund. Bir qitimliq qilib ko'rsatingiz bor, rahmat Sulaya. Marhamat, endi ramab turing. Endi seriq rang gruppasidan Amir Abdushkur. Mana. Taya bulan yigitlar. To'xtang, ablajakingiz boshlagancha boshlaysiz ha. Tayarlık. 3, 2, 1, başlandı. Yaxshi. Oh, net sekund. 3 sekund. 3 sekund. Amir bo'ldi, faqat bir qitimliq ko'rsatingiz bor. Vaqt o'tdi. Afsus. Bəslişəhli səhifimizdə Kök rang ailesi 4 yıldızğa erişdi. Qızıl rang ailesi 3 yıldızğa erişdi. Seriq rang ailesi 2 yıldızğa erişdi. Bizdeki bəslişəhli səhifimizdə ifadəsi yaxşı bolğan dostumuz və uşaqlar ən uzun turğuz alğan dostumuz bolsa, Kök rang qrupsindən Səfiyə. Safiye. Mərhəmət. Merhamet. Səfiyə 7 sekund turğuz aldı ya. Əlbəttə, Səfiyə 7 sekund turğuz alğaşqa biz Səfiyəyə bizdeki Soğat rayonumuzdan Soğat eliş fürsəti verimiz. Qani Səfiyə mərhəmət. 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, Çaqın, çaqın. 2, 1. 1. Yaxşı, vaxt o'tdi. Mana qısa turan Səfiyə, mana qısa. Hə. Səfiyənin tanlagan soğutu bolsa, Şinjan Aziz Xalqara Soçek şirketi təminləyən Aziz bu vaxt turmuş buyumları və əşraflar nurg'ulg'an tatlı kəmpüt. Mübarək olsun Səfiyə. Qani, Mübarek mərhəmət. olsun. Ekran altındakı qadrli görmən dostlar, növbətki səhifimiz bolsa, kim aqıllıq səhifisi. Bu səhifimizə 3 qrupidan 3 kichik do'stimiz qatnashdi. Har bir savolga bir do'stimiz 3 dan jami 9 savol javob berdi. Dastlabki 2 savolga o'zi javob berdi. Keyingi bir savolga faqat javob beramasa, onundan ota-onasidan yordam so'rasa bo'ladi. Bunda bolsa bizning savolimizga tunji rad bo'lib javob beradigan guruhi bolsa, Kök rang gruppasidan Safiya. Marhamat. Marhamat Safiya. Buyoq keling. Qo'lingizning mikrofonni ele biling. Savolimizni yaxshi anlagandan keyin aldırma javob beraman, bo'lamdi? Safiya, unaqda savolingizga diqqat qiling. Birinchi savolingiz. Kolining bolasini nima deb ataymiz? A javob Paxlan. B javob Mozay. C javob O'g'loq. Qaysi javob to'g'ri? Mozay. Kolining bolasini Mozay deb ataymiz. To'g'ri javob berdingiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. To'g'ri javob berdingiz. Endi ikkinchi savolimizga diqqat qiling. Tuan siz mushu rasmga qarab turib javob bersiz. Mushu rasmda 4 parcha omoq hayvonning rasmi chizilgan. Har bir hayvonning bir tal yeri xato chizilgan. Bizga mushu xato joyini tepib beraman, bo'lamdi? Buldu. Marhamat. Men ortiq qilibdi. Qayan ortiq yutibdi? Nishani. Yo'q, xato bo'lib qoldi. Siz-chu qarang. Safiya, yo o'lik, yo bu hayvonning beshi qarang, yoki qanti qarang, yoki quyruqi qarang, yoki puti qarang, shu xato yalam deyapsiz bizga. Ma'qul. Qaytib kelaylik. Unaqda bu hayvonning nar xato sizlibdi? Quyruqi. Quyruq qanday bo'lishi kerak? So'zincha. Uzun demakchi-ku? Uzun bo'lishi kerak, shunday qilib. To'g'ri javob berdingiz. Bu mushukka qarang, mushukning quyruqi uzun bo'ldi-ku deyman. Ha, undan boshqa bu mushukning yana bir yeri xato sizibdi, u qaysi yeri? Mapti mandaqga, mapti tuzga.
Yo'q, xato bo'lib qoldi. Bu nima hayvon dedingiz buni hozir? Toshqan. Toshqanning xato yeri quyruq emas. Toshqanning quyruqi mana bu shunday kichik bo'ladi. Yana xato bo'lgan yana bir yeri qaysi yeri? Xato bo'lgan yeri. Xato bo'lib qoldi, topolmadingiz. Undaq o'ydakka qarab qo'ying, o'ydakning qay yeri xato? Yer ot. Yana xato bo'lib qoldi. Undaqda xo'razning qay yeri xato? Ko'z bo'lish kerak. Ikki ko'zi, yana bir ko'z alt tarafda. Buni mi xato dedingiz? Undaqda bu-chu, Safiya? Uni Bu nima ekan? fil. Ha, yaxshi kuzatib Qay yeri baqing, xato tilni. sizda undaqda? Ko'zima? Qayeri? Yeri. Bu qayeri? Tumishqi. Tumishqi. Tumishqi, Xatosizda tumishqi. filning tumishqi odati uzun bo'ldi, shundami? Yaxshi. Birini topaldingiz, qog'oz uchun topolmadingiz. Men qog'oz uchun sizga deb beray. To'g'ri javob berdingiz. Filniki tumishqi uzun bo'ldi, tumishqi xatosizlibdi. Bu xo'roz Mundoq uzun bo'ldi. to'g'ri. yaxshi. Bu xo'razning bo'lsa, xo'razningmi tumishqi sizildi. Xo'razning tumishqiga o'ydakning tumishqi sizilib qopti. Tumishqi xato sizildi. Bu o'ydakning bo'lsa, puti Mavu o'ydak, mavu xo'raz shunaqu. Ha. Xo'razning og'zi sizilib qopti. Yo'q, xatolashdingiz. O'ydakka puti xatosizilgan, o'ydakning putiga xo'razning puti sizilib qopti. Undaqda bu bo'lsa to'shqan, to'shqanning eng gavlik yeri bo'lsa uning qulqi, lekin bu to'shqanning qulqi shunchalik kichik sizilib qopti. Asli buni biz uzun sizishimiz kerak. Qarang, mana toshqon qarab baqing. Toshqonning quduq uzun ekan. Ha. Demak, siz bunda orom faqat birisiga to'g'ri javob bera oldingiz, qolgan uchisiga to'g'ri javob beramidingiz. Tili yo'q-ku. Mana tili to'mamdi. Uchgan-ku. Bu til. Xato javob berdingiz Safiya. Hech vaqasi yo'q. Keyingi savolingizga diqqat qiling. Xo'sh. Safiya, endi 3-savolimizga diqqat qiling bo'lamdi? 3-savolimizga o'zingiz javob bersangiz bo'ldi. Agar o'zingiz javob beramasangiz, ota-onangizdan yordam so'rasangiz bo'ldi, juma? Men tantirib ketmayman. Ha, ma'qul yaraydi. qiz. Undaqda sizdan so'rab boqay Safiya. Bir haftada qancha kun bor? 7. To'g'ri javob berdingiz. 7 kun bor. Vau, Otasi so'rashingiz aqlli. yo'qkan-a? Bizning Safiya birinchi va 3-savolga to'g'ri javob berdi. 2 kun To'g'ri. xato javob berib qo'ydingiz. Faqat birini topa oldingiz, qolganlarini topolmadingiz. Shunlashqa Safiyani 2 savolga to'g'ri javob berdi deb qaraymiz. G'ayrat qiling, keyingi bosqichlarda bo'lamdi. Bo'ldi. Qani, marhamat. Yaxshi. Biroq marhamat bo'ling. Endi Qizil rang oilasidan Zulhayani taklif qilamiz, marhamat. Marhamat. Zulhaya, undaqda sizdan o'xshash 3 savol so'raymiz. Ikkisiga o'zingiz javob bersiz. Uchinchisiga o'zingiz javob berishga tirishsiz. Faqat amal qilamiz, ota-onangizdan so'rasangiz bo'ldi, bo'lamdi. Opangiz va kichik opangizdan so'rasangiz bo'ldi, ha? Undaqda birinchi savolingizga diqqat qiling. To'qo'ning bolasini nima deymiz? A. G'az. B. Bachka. C. Chuja. Chuja. To'g'ri javob bo'ldi. Yaxshi, Yaraydi yaxshi. Zulhaya. Ikkinchi savolingiz rasm qarab javob bergan savol, rasmga diqqat qiling. Zulhaya, undaqda ikkinchi savolingizga diqqat qiling. Bu suratda kichik pikap bilan banan bor. Qarang, Zulhaya, men sizga buni tushuntirib qo'yay. Bu suratda kichik mashina bilan banan bor, shundaqu. Siz mana shu banan bilan mashinani mos kelgan turlar bo'yicha siziq orqali tutashtirsiz. O'xshash turlarni. Bo'ldi. Tushundingizmi? Ya'ni bu banan ustidagi turga tavami yoki ostidagi turga tavami? Bu mashina mavqatadagi turga tavami yoki ostidagi turga tavami demakchi. Qani? Banan ostidagi turga tava, undaqda mashina ustidagi turga tava. Yaxshi. To'g'ri bo'ldi. Mashina o'yinchoq turga tava, banan bo'lsa meva-jo'y turga tava, shundaqmi? Shundoq. Yaraydi. Yaxshi, yaraydi Zulhaya. Ha, bu yoqqa keling. Endi 3-savolingizga diqqat qiling, ha? Uchinchi savolimga diqqat qiling. Bu savolga o'zingiz javob bersangiz mayli, ota-onangizdan yordam so'rasangiz mayli. Uchinchi savol. Puchalaydigan sut emgichi hayvon qaysi? Puchalaydigan sut emgichi hayvon qaysi? Javobini bilmadim.
bilmasangiz ota-onangizdan yordam so'rasangiz bo'ladimi? Ha, yeni Marhamat, bering. bering. O'zingiz vaqt bermasiz, tez 10 bo'ling. sekund. 10, 9, 8, 7, 6, Uchalaydigan stemgich hayvon qaysi? 3, 2, 1. Vaqt o'tdi. Afsus. Apash bilan kichik apash javobini tepadimi? Tepamdi. Men ularni bilmamdi ekan. Uchalaydigan süt emgich hayvon bo'lsa, shaparang. Shaparang ketsa harakat qildi. Uningdan boshqa yana u uchalaydigan süt emgich hayvonga kirdi. Bilib oldingizmi? Bildim. Endi süt emgich hayvon degan qanday hayvon deb uzun gaplarni men hozir tushuntirib qo'ydim. Bo'ldi. Shaparang nima süt emgich hayvon deymiz deganda, u shaparang bolalarini o'zining suti bilan beqib emitib cho'ng qildi. Tushundingizmi? Tushundim. Yaxshi, aqlli qiz. Marhamat. Endi navbatda sehrimizga taklif qilganimiz bo'lsa, Seriqrang oilasidan Amir Abdushukur, marhamat. Marhamat. Ha, o'tirgan yigit. Yaxshi, sizmi savolingizga diqqat qiling, Amir. Ha, birinchi savolingizga diqqat qiling. Qaysi hasharat meynat yerga amroq? A javob pasha, B javob chivin, C javob hara. Qaysi javob to'g'ri? Pasha. Pasha meynat yerga amroqmi? Yaxshi o'ylash boqing. Ya'ni o'ylashing. Chivin. Jazmlashtiramsiz? Jazmlashtiramsiz? Siz to'g'rimi shu? To'g'ri. Rasmiy to'g'ri. To'g'ri. Muborak bo'lsin, to'g'ri javob berdingiz. Yaxshi. Chivin meynat yerga amroq shundaq-ku, to'g'ri javob berdingiz. Undaqda sizniki ikkinchi savolingiz rasm qarab javob bergan savol. Ikkinchi savolingizga marhamat. Xo'sh, rasmimizga diqqat qiling. Tuanda siz ko'rayotgan rasmlarning ichida ikki grup rasm bor. Mana ikki grup rasmlarning ichida qaysi mayoqdagi rasm bilan mayoqdagi rasmning qaysi bir-biriga o'xshaydi? O'xshash rasmlarni tutashtirib chiqing. Marhamat. O'zaro tutashtirgan o'xshash rasmlarni. Yaxshi tutashtirgan. Yaxshi, chaqantiz. Yana birsi. Tez bilan tez. Yaxshi, yana birsi. Oxirgisi. To'g'ri bo'ldi. Muborak bo'lsin. To'g'ri javob berdingiz. Qiling, o'tirgan marhamat. Nega? Endi 3-chi savolimizga diqqat qiling. Mikrofon. 3-chi savolingizga diqqat qiling, yigit. Quruqlikda yashaydigan eng cho'ng hayvon qaysi hayvon? Bilamsiz? Agar faqat javob topolmasangiz, ota-onangizdan yordam so'rasangiz bo'ldi. Ismini unutib qoldingizmi? Ota-onangizdan yordam so'ramsiz, so'ramamsiz? Shamoda turadigan birsi bordi. Qayerda turadigan? Shamoda birsi turadigan. Shamoni biz qumluq deymiz. Qumluq turadigan bir hayvonni eng cho'ng hayvon deb qaramsiz? U yerda suv yo'q-ku. U yerda suv yo'q. Ha, qumluqda suv yo'q. Quruqlikda yashaydigan eng cho'ng hayvon qaysi hayvon? Agar topamsiz, ota-onangizdan yordam so'rasangiz bo'ldi. Yordam so'ramsiz? Ha, 10 sekund vaqt beramiz. 10, 9, 8, 7, 6. Fil. Voy, to'g'ri bo'ldi. Fil, to'g'ri. Quruqlikda yashaydigan eng cho'ng hayvon bo'lsa, fil. To'g'ri javob berdingiz. Muborak bo'lsin. Yaxshi. Kim aqlli sayfimizni tugatib oldik. Tuanda biz bu sayfimizni qisqacha xulosa chiqaraylik. Kim aqlliq sayfimizda Seriqrang oilasi 5 yulduzga erishdi. Qizilrang oilasi 3 yulduzga erishdi. Ko'krang oilasi 3 yulduzga erishdi. Hozir xaridorlarning ko'zlari bag'onchi mal tunaydigan bo'lib ketibdi juma. Aziz bu oqsakallarning sifati bak yaxshi. Aziz bu o'qimga eng yaqindigini mushida. Balle. Buning xaridorlarga rahmat etish uchun yoziq sakallarning ichiga 60 mingdan mukofot qistiribdi. Bayram munosabati bilan 40 mingni qo'shib 100 ming qildi. Mana mukofot chiqibdi. Mana mukofotingiz evela. Rahmat. Ma'qul. Xodim qizi, men qayslar? Qo'llaringiz kartini qop qo'yib ketmammi? Qo'lamdagi 9 tonni qo'shib 10 tal qilyap. Men bir tal saka mukofot evamayman.
baxtli turmush xotirasi. Oila tazkirchiligining ul teshi bo'lgan Baxt risolasi nomli kitobning yangi nashri rasmiy taqdirlandi. Kitobda bolalarning 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi o'sib yetilish jarayonidan va nuqtaliq faoliyatlaridan xotira qoldirish maqsad qilingan. Uningga ota-onalarning bolalardan kutilgan orzu-umidlarini, qo'ydigan talablarini va she'rin tilaklarini yozg'ili bo'lishdan sir, yana o'moq farzandlarimizning shodxo'ram yasli hayotidagi go'zal aslimalardan rangarang namunlarni qoldirg'ili bo'ladi. Oilalarga baxt chaqirg'uchi Baxt risolasi. Buni yeyishda alohida diqqat qilish kerak. Xalqimizning yemaklik odatidagi go'sht, tuz, zira, much qatorliqlar ishchanchilik zavodida tabiiy pishirilib, ilg'or zamonaviy texnika bilan birlashtirilib, asro qiyizlar hosil qilindi. Vay, asrobekdan ekan. Yemaklik, ishchanchilik sap bo'lmasa, aqlmi sap bo'lmaydi. Asro bilan asralashib turing. Bugün esra qizlari, aqlli bolalar esra neydi? Xo'sh qara, mod naqsh cho'pini Ablajon Out Ayıp'ның 3-chi naqsh plastinkasi Shahzoda dag'dug'liq bazaga silindi. Plastinkaga Ablajonning uzoq vaqt sarf qilib, ijtihod bilan ishlagan eng yangi ijodiy naqshlar kirgizilgan. O'sini taklif qilganmidi? Hammasini taklif qilganmidi? Plastinka har qaysi shahar bozor unsin do'konlarida sotiladi. To'rdan sotib olishni xohlasangiz, Do'stum savdo shaharchisi yoki Taobao to'rdan sotib olsangiz bo'ladi. Naqsh plastinkasining asl nusxasini sotib olishingizni samimiy tavsiya qilamiz. Naqshchini qo'llashingizning eng yaxshi usuli naqshchining haqiqiy naqsh plastinkasini sotib olishdir. Shundaq bizdagi bu sayfimizda ko'k rang oilasidan Safiya va shunaqla qizil rang oilasidan Zulhaya ikki savolga to'g'ri javob berdi. Bizdagi umoq yigit Amir bo'lsa, 3 savolga to'g'ri javob berdi. Demak, bizning bu sayfimizda Amir yengib chiqdi. Undaq biz Amirga sovg'at ilish fursati beramiz. 10 sekund vaqtingiz bor. Qay sovg'at rayonidan sovg'at aviling. 10 9 8 7 yaxshi yaraydi yigit. Amir bo'lsa Xinjiang Intel kasbiy texnika tarbiyalash markazi ta'minlagan kichik doktor tez hisoblash usulini apti. Muborak bo'lsin yigit, keyingi bosqichda g'ayrat qiling. Marhamat. Ekran oldidagi umumiy kichik do'stlar, andiki sayfimiz bo'lsa kichik cho'lpon sayfisi. Xo'sh, unda bo'lsa diqqatimiz tuanda sahnaga chiqmoqchi bo'lgan kichik cho'lponimiz bo'lsin. U bizga qanday numar yetib keldi ekan? Qani, marhamat.
Şinjan Xuyu Мәдәният тарихи çekiş şirketi, şundaqla Şinjan İzgil Kino Televiziya e'lon çekiş şirketi birleşip işlegan Şinjan Aziz Xalqaro Suv çekiş şirketi xas qo'llagan Aziz Buvaq Aql Baxtisi programmasi. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi sahifamiz bo'lsa, Billa o'ynayli sahifasi. Bu sayfiga har bir guruhdagi mayirlar to'liq bilan qatnashdi, ya'ni balasi, opsi, dadasi birlikda qatnashdi. Bu sayfimizda o'yinning qaysi bo'lsa mundaq. Mana bu oldida bu xil qizil rangli 3 bulon turdi. Keynimizda bo'lsa 3 tal, 5 dan jami 15 tal chambar bor. Ata-ana balasi bilan navbatlashib, mana shu 3 bulonning ustiga chambarni kirgizdi. Qaysi guruhdan kirgizgan chambar soni eng jiq bo'lsa, shu guruh yengan bo'ldi. To'g'ri, undaq bo'lsa, eng avval sahrimizga chiqadigan ko'k rang guruhidagi mahirlar marhamat. Marhamat. Birinchi chambarda opisi tursin, ikkinchi chambarda qizi tursin, uchinchi chambarda dadasi tursin. Avval opingiz atudu Safiya, ondan keyin dadingiz atudu, eng oxirida siz ayting, ha? Boshlandi. Kirmay qoldi. G'ayrat qiling. Yaxshi, bir kirdi. Apla. Hech Bir qisi yo'q. kirdi, ya. Undaqsa Safiyaning dadasini ko'rib baqaylik. Yaxshi. 2. Afsus. Yaxshi. 3. Yaraydi. Endi Safiya, Safiya, sal oldiga. yosh bo'lg'achqa oldingizga 2 qadam yo'nglar. Ha, bo'ldi. Dehqoningiz yig'ib yaxshi aytingizmi? Ha, yana birni. Birinchi. Voy, kuchang Safiya. Yo'q, midirlama uni chaqilmang bo'ldi shu o'rningizda. Qiraq to'xtab, ha. Qarang, bir qo'lingiz uchun. Taq osingiz yaxshi kirdi, bo'lamdi? Ha. Ha, yaxshi, eski ustoningiz to'g'ri Yaxshi, yana birni. Oldirmay, oldirmay. Yana birni. Oldirmay. Voy, aqlingiz kirdi, yaraydi Safiya. Undaqda ko'kram oilasiniki kirgizgan chambar soni bo'lsa, jami 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 ni kirgizibdi, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Endi sahnimizga chiqilgan bo'lsa, qizil rang guruhi, marhamat. Zulhaya. Undaqda oldi bilan Zulhayaning kichik opasinikini ko'ramiz, ha? Boshlandi. Ikkinchisi. Voy, kirdi. Yaxshi. Kirmay qoldi. Yaraydi, kirdi. Endi Zulhayaning opasi. Voy. O'zingizga diqqat qiling, mana tashqariga chiqib ketma, ha? Jangiz turing. Ha. Apla. Afsus, endi Zulhaya oldingizga 2 qadam meng. Ha, endi ya qo'yib, endi aytaman. Birdan birini aytingizmi? Ha. Hech yo'q, ha. Voy. Afsus. Oldirma ayting, yaxshi sallab. Eng oxiri shiktoq qoldi, ha? Voy. Apla. G'ayrat. Afsus, Zulhayaning guruhisidan faqat 2 talla chambar kirdi. Hech vaqasi yo'q, g'ayrat qilinglar. Endi seriq ranglar guruhi, marhamat. Marhamat. Qilindaqda Amirning opasi, boshlaylik. Sal kuchaytdingiz, ha? G'ayrat qiling. Yana g'ayrat qiling. Apla, eng oxirgi bir tal. Afsus, birsimi kirmadi. Ha, Amirning dadasi, oldi shukr apandim. Ha. Marhamat. Abdushkir apandim, g'ayrat. Ishqis ketdi. Voy, yaxshi, qo'ymachi chiroyli kirdi. Yaxshi. Yaxshi.
İşkisi kirdi. Emir sizga keldi. Aldığınızda işki qadam yana. Yana bize aldık. Yana bize. Ha bo'ldi. Ha bo'ldi. Ha. O'zingiz chiqinglar teşirin. Ha, endi başlang. Bo'ldi. Bize kendiga ishki qadam yana. Ha bo'ldi. Bo'ldi. Ha. Endi bir neydi başlang. Başlayli. Atla aldırmay. Yaxshi. Yana? Ben bekettik. Aldı gelsin bulmaydı ha. Ha? Aldırma eyden. En ahır kurtalcı mı? Oy, hepsini bir okup etdingizmi axırqısıga? Yaxshi, bizning Serixram gruppasining bo'lsa, 3 tal chambar muborak bo'lsin. Qani, marhamat. Marhamat. Eng oxirgisi shunda o'ylashib atqanda kirgatdi ya, aslam qilib. Billa oynaylı sahibimiz bu intayını kızdı. Her qaysı aile ayrım aldı. Öz maharetini namayan kıldı. Onda bolsa bularning ahvoli sağlık qandaq? Marhamat. Bilet ko'rib baqaylar. Billa o'ynayli sayfimizda Ko'krang oilasi 5 yulduzga erishdi. Seriq rang oilasi 3 yulduzga erishdi. Qizil rang oilasi Bizningki ko'k rang oilasi bo'lsa 5 dona chambar kirgizaldi. Bizningki qizil rang oilasi bo'lsa 2 dona chambar kirgizaldi. Bizningki seriq rang oilasi bo'lsa 3 dona chambar kirgizaldi. Demak, bu sayfida natijasi ko'ngillik yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, ko'k rang gruppasidan Sahiya. Sahiya, muborak bo'lsin. Qani marhamat bu yoqqa. Yaraydi Safiya. Natijangiz yaxshi bo'lg'achqa, opangiz dadangizning yetaklash asosida, o'zingizning tirishchilik asosida bu sayfida yig'ib chiqdinglar. Undaqda sizga o'xshashlar sovg'at elish fursati beramiz. Qani, marhamat. 9, 8, 7, 10. Birni Safiya, birni. 6, 5, 4, 3. Yaxshi, Safiya o'ziga o'xshash chiroyli malikidan birini tanlabdi, ha. U bo'lsa, Xinjiang Vallay xalqaro so'lchak shirkati ta'minlagan. Atlas Malika, muborak bo'lsin Safiya. Qani, marhamat. Qadrli ko'rman do'stlar, amdik sayfimiz bo'lsa, haftada bir hikmat sayfisi. Bu sayfimizga qanday mazmunlar o'rnashtirilgan, hammalar birlikda ko'rib baqaylik. Qani, marhamat. Sher bilan chashqan. Bir kuni Sher uxlayotsa, bir chashqan kelib, uning dumbisiga chiqib elib, u yoqdan bu yoqqa sakrab o'ynabdi. Sher uyqusidan uyg'onib ketibdi va uni tutib olibdi. Sana başqa oynaydigan yer chiqmadimi? Nima bu yerda mening oromimni buzasan? Sher aka, xafa bo'lmang. Buningdan keyin unda qilmayman. Bir kunlarda sizga foydam tegib qolar. Meni qo'yib yeting. Sening qo'lingdan nima ish keladi? Ondaq demang, ba'zida sizdek cho'nglar ko'zga ilmagan kichiklarning qo'lidanmi xeyli cho'ng ishlar keladi. Yo'qol ko'zimdan. Kunlardan bir kuni Sher ovchilarning to'r qapqiniga tushib qapti. Sher endi o'ladigan bo'ldim deb qo'rqib, dir-dir titrashga boshlabdi. Dal shu chaqda uning oldiga heliqi chashqan paydo bo'lib qapti. Sher aka, nima bo'ldingiz? Nima bo'latdim? Ko'mayyotamsan. Qo'rqmang, men sizni qutqizib qo'yay. Chashqan o'tkir tishlari bilan arg'amchini birdamdala qirib uzib, Sherni qutuldiribdi. Rahmat sana. O'tganda men seni bekor zangli qiptiman. Asli kichiklarning qo'lidanmi cho'ng ishlar keladigan emasmi? Endi bildim, meni kechirgin.
Bizning dаңlıq bir mahsulotimiz bor. U Sherin Tam mahsulotlari. Mana bu Sherin Tam qiz zavodining kala fermasi. Sherin Tam qizlarning go'shi uchundir. Sherin Tamda Sherin Tamla emas, sifat, ishonch, inovat bor. Mana shundaq samovar qiyizlardan hargizmo shubhilanmaysiz. Agar siz Sherin Tam mahsulotlarimizdan shubhi topa olsangiz, yuqori so'mliq to'lam beramiz. Sherin Tamga ishinib hargizmi xato qilmadik. Sherin Tamda a'lo sifat va poklik mujassim. Sherin Tam mahsulotlari zamonaviy zavodda ilg'or texnika bilan ishlab chiqariladi. Sherin Tamdagi sifat va tam faqat birlik. Angladik, ko'rdik, suyundik. Sherin Tamda Sherin Tam emas, aqida, ishonch bor. Sherin Tam mahsulotlari. Ko'zu balalar ichimligi Malayziyadan import qilingan. Og'zi alohida laylangan. Ta'miga ta'xir qilish mumkin emas. Xalqimizning yemaklik odatidagi go'sht, tuz, zira, much qatorliqlar ishchanchilik zavodida tabiiy pishirilib, ilg'or zamonaviy texnika bilan birlashtirilib, asro qiyizlar hosil qilindi. Vay, Esrabek demişken. Oğlum, esingda bo'lsin. Yemaklik, ishonchlik sap bo'lmasa, aqlni sap bo'lmaydi. Asra qizlari Marhaba shirkatining Asra to'g'i o'rdak go'stlariga o'xshashla esil bir mahsulotdir. Xotirjam yegaysiz. Asra bilan asralashib turing. Balam, so'pun qo'lingizni ziyon qilmasin yana. Yo'q, opamning taqib shuyish buyumlarini qo'li ziyon qilmaydi degan. Taqib shuyish buyumlarini men haqiqatan tushunaman. U ishonchlik, haqiqiy sap, tabiiy mahsulot. Tanxush yuyish buyumlari. To'la va bolalarning ishlatishiga mos keladigan ishonchlik mahsulot. Ishiltib beqinglar. Tanxush. Ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar, Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyu Ma'naviyat tarix chekish shirkati va shundaqla Şinjan izgil kino televiziya e'lon chekish shirkati birlashib ishlagan Şinjan Aziz xalqaro suv chekish shirkati xos qo'llagan Aziz Buaq aql baxsi programmamizning bu sonimi oxirlash oldi turyotidi. Biz albatta oxirlash oldida natijasi ko'rinalik yaxshi bo'lgan, ishpasi ko'rinalik yaxshi bo'lgan guruhini mukofotlaymiz. Albatta bu sonimizda har bir do'stimizga ishpasi shunday yaxshi bo'libmi? Qizil rang guruhisidan Zulhayaning ishpasi shunday yaxshi bo'ldi, shundaqmi Zulhaya? Zulhayaning o'zi shunday botirlik bilan bugungi programmamizga qatnashdi. Ko'rchi Zulhaya sovg'atga erishamagan bo'lsa-mu, hech vaqasi yo'q. Biz hozir Zulhayaga bir sovg'at erish fursati beramiz Zulhaya. Qiyinliqda bizning sovg'at rayonimizdan o'zingiz yoqtirgan sovg'atni bir nab chiqing. Yaxshi yaraydi. Zulaya o'ziga o'xshash chiroyli atlas malikidan bir nab chiqdi. Muborak bo'lsin Zulaya. Opangiz va kichik opangiz bilan shunday yaxshi ko'ngillik bir kun o'tkazingiz, shundami? Yaxshi yaraydi. Undaqda bugun natijasi ko'rinalik darajada yaxshi bo'lgan Seriq rang oilasini mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Bizniki Seriq rang oilasiningki mana bu chiroyli amirni beqib cho'nqigan, aqlli cho'nqigan opasiga Şinjan Husnigul Grim buyumlar shirkati ta'minlagan bir yurish Grim buyumlar sovg'a qilamiz. Qabul qiling. Muborak bo'lsin. Mana shu amirdak yaxshi jonliq bir o'g'lonni beqib cho'nqigan dadasiga bo'lsa, Urumchi Guldiyar yemaklik zavodi ta'minlagan yurishlik sovg'atlik murabba qabul qiling. Albatta amirgimiz so'g'itimiz va u bo'lsa Şinjan Valay xalqaro suv chekish shirkati ta'minlagan bilim xumari bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Undan boshqa eng muhimi bo'lsa, bizningki Aziz Buaq aql baxsi programmamizdagi chempion oltin medali. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Yaraydi amir, g'ayrat qiling. Buyanki chempion oila Seriq rang oilasi muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Amirdan boshqa qolgan kichik do'stlarning ishbasi shunday yaxshi bo'ldi. Buniki programmamizga yana kelishinglarni qarshi olamiz, bo'lamdi? Bugun o'g'lim Amirning hamma jihatga ishbasi xili yaxshi bo'ldi. Shu faqat naqsha etish bosqichidagi ishbasi ancha yaxshi emas bo'lib qoldi. Biz cho'qim bundan keyin har jihatdan to'liq tarbiyalashga ahamiyat beramiz. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, undaqda Aziz Buaq aql baxsi programmamizdagi bu soni vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashdi. Programmamizning tixmi o'zgacha va tixmi rangdor mazmunlari kelasi sonli programmamizda davomli qo'zg'alonlar bo'ldi. Kelasi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.